Al do'stlar, bizim pechenamizdayım. Selam do'stlar, bugün men degan pechenye shokolada kрошка pishiradigan bo'laman. No, biroq shokoladni kрошка emas, M&M'sni pishiradigan bo'laman. Qolgan videom unasa, like bosib kommentar ketinglar. So'ng men kanalimga kirib ketinglar. Al bizga boshlaymiz. Tak, birinchi bizga degan 130 gram slivish massa solatini bo'lamiz. Ay, saf solgan ekan. Endi do'stlar, biz 100 gram saqqarda solatini bo'lamiz. Endi do'stlar, 1 yumurta solatini bo'lamiz. Al do'stlar, endi 180 gram unni soatini bo'lamiz. Keyin yana şeker soatini bo'lamiz. Bundan barini aylantiramiz. Al do'stlar, bizga testi chiqdi. Al do'stlar, bizim testimizdayin o'sini olib chiqdi. Endi testimizni do'maqlab, bizni M&M soatini bo'lamiz. O'shay avvalo do'maqlaydigan bo'lamiz. Soyik to'qol. O'shay do'maqlaymiz. Basamiz. Üstüne M&M soatini bo'lamiz. O'sini olib chiqib ketibsizlar. İstib karşını salaveramiz. Do'stlar, rasol video o'ynay. Men sizga analizlarni jasab beraman. Do'stlar, menga 14 pishna chiqdi. Endi bizni M&M solib ko'radigan bo'laman. Balonu çıkalım.
Dostlar, mına 3 pechenyeға әміндеп жетпей қалып, енді үстіне миндаль сататын боламын. Ал достар, пешеньелерimiz дайын, енді духовкаға 30 минутқа сататын боламыз. Ал достар, bizim pişinemiz dayım. Osunda olup çıktı. Əmidəmiz yerib dur. Biz degen əmidəmizdən mindalıkымен istedik. Hadi dəm көрейік. Dostlar, dəmi өте dəmdi. Eyді істеп көріңіздер. Видео анаса лайк басып, комментарий жазып кетіңдер. Сол каналыма тіркеліп кетіңдер. Бәріне пока!